Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi Ömer Qanat, Qurultay bayonatçısı Dilshad Reşit, Qurultayning Gollandiya vakili Cesur Lager şahidimiz Qalbinur Sıdıqlardan tərkib tapqan Qurultay heyetining Yaponiya ziyarati davom qilmoqda. 3 oktyabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarining hamrohligida Tokiodan Osaka shahriga yetib kelib, Osaka yerlik parlamenti tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlari haqidagi guvohlik yig'iniga qatnashib guvohlik bergan Qurultay heyeti 4 oktyabr yana Tokioga qaytib kelib, Yaponiya parlamentida o'tkazilgan Uyg'urlarni qo'llaydigan Yaponiya mamlakatlik yerlik parlament guruhlarining 3 qitimliq doimiy a'zolar yig'iniga qatnashdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining butun Yaponiya miqyosida elib berayotgan aktiv faoliyatlari va tirishchanliklari natijasida har qaysi o'lkalik va shaharlik yerlik parlamentlarda Uyg'urlarni qo'llash guruhlari orqa-orqadan qurib chiqilgan. Bu guruhlar Uyg'ur masalasida o'rtaq harakat elib berish uchun doimiy a'zolar yig'ini ta'sis qilib, o'zaro fikr almashtirib kelgan edi. Dolqun Eysa boshchiligidagi Qurultay heyetining mazkur yig'inga qatnashishi yerlik parlament guruhlarining doimiy a'zolarini alohida mamnun qildi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon, muavin raislari Xolmat Ro'zaxon, Ahmadjon Letib, jamiyatning hay'at a'zosi Muxtar Abdurahmon va jamiyatning program yetakchisi Savut Mehmet qatorliqlarmi Qurultay heyetiga hamroh bo'lib yig'inga birga qatnashdi. Dolqun Eysa apandim yig'inda qilgan so'zida irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan, milliy kimlik yo'qolish xavfiga duch kelayotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqqan yerlik parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, yerlik parlamentlar guruhining mas'ullariga Dunyo Uyg'ur Qurultayı nomidan xotira buyumlari taqdim qildi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon apandim yig'inda qilgan so'zida izilayotgan Uyg'ur xalqining ovozini Yapon xalqiga to'yg'izish uchun zo'r fidokorlik ko'rsatib kelgan yerlik parlament a'zolariga Yaponiya Uyg'ur jamoati nomidan takror minnatdorlik bildirdi. Dolqun Eysa apandim so'zida Uyg'ur masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi, Dunyo Uyg'ur Qurultayining xalqaro siyosiy sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan ziyonkashliklar qatorliq masalalar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Yaponiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror qabul qilishni orzu qildiganligini, buning uchun har qaysi yerlik parlamentlarning bu xil qarorning Yaponiya parlamentida qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun haydakchilik rol o'ynashini umid qildiganligini bildirdi. Yig'in jarayonida Dolqun Eysa va Ömer Qanat apandilar yerlik parlament guruhlari a'zolarining Uyg'urlar masalasi haqida so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob berishdi. Ömer Qanat apandim so'zida Uyg'ur masalasining Amerikadagi yuzlanishi, Amerikada maxsus Uyg'urlar haqida chiqarilgan qonunlar va uning ijro qilinish ahvoli haqida tushuncha berib o'tdi. Kishilik huquq kengashining 12-sentabr kuni boshlangan 51-navbatlik yig'ini 7-oktyabr juma kuni oxirlashidi. Mazkur yig'inda Uyg'urlar masalasi g'arbdagi demokratik davlatlar bilan Xitoyni qo'llaydigan musulmon ellarni o'z ichiga olgan istibdod davlatlar orasida yana bo'linish paydo qilgan edi. Yig'in oxirlash oldida turganda bu ikki taraf o'rtasidagi kurash tixmi keskinlashdi. Masalan, BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik yig'inda Amerika bilan Angliya boshchiligidagi bir qism davlatlar BDT kishilik huquq kengashining kelar qitimliq 52-navbatlik yig'inda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini muzokara qilish taklif loyihasini sungan. Buningga qarshi Pokiston vakili musulmon ellarni o'z ichiga olgan Xitoyni qo'llaydigan 60 ta istibdod davlatlar va Xitoy bilan zich iqtisod bog'lanishi bor taraq qilayotgan ellarga vakolatan bayonot berib, Xinjiangning Xitoyning ichki masalasi ekanligini ilgari surgan. Shundaqli G'arbning kishilik huquqni siyosiylashtirdi deb ayblagan edi. Buningga parallel holda Dunyo Uyg'ur Qurultayining janvardagi faoliyatlari davom qilmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin 30-sentabr BDT'da o'tkazilgan millatlar masalasi bo'yicha muhokama yig'iniga qatnashgan va yig'inda nuqtaliq qilib Xitoy hukumatining atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasida Uyg'urlarni butunlay qamal qilib, ularni maqsadlik va planli holda oziq-tuliksiz va yordamsiz qo'yayotganligi, oziqlik yetishmaslik, davolanishga erisholmaslik, xato dezinfeksiya qatorliq sabablar tufaylidan ko'plagan Uyg'urlarning hayotidan ayrilayotganligi haqida ma'lumot bergan. BDT'ning munosabat organlarini Xitoyning bu xil qilmishiga jiddiy inkas qaytarishga chaqirgan edi. 3-oktyabr kuni Zumratay Erkin yana BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik yig'iniga parallel holda Janvada chaqirilgan Osiyoda xatar ostida turayotgan millatlar va ayollar masalasi degan temadagi xalqaro muhokama yig'iniga qatnashib so'z qildi va so'zida Uyg'ur ayollarining bo'lsa Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligining eng dastlabki bevosita qurbonlari ekanligini, Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qildirish, majburiy bola tushirish operatsiyasi qildirish, farzandlardan majburiy ayirib etish, buningga amal qilmagan Uyg'ur ayollarini turmalarga
tirkashga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga band qilish qatorliq vahshiy usullarni qo'llanib, Uyg'urlarning nopusining ko'payishini tizginlayotganligini, Xitoyning bu xil siyosat natijasida ko'plagan Uyg'ur xonim-qizlarining hayotidan ayrilganligini, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishining BDT irqiy ayrimchiligining oldini olish xalqaro ahdnomasining moddalariga butunlay xilof ekanligini, bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 9 davlat tarafidan e'tirof qilinishida Xitoyning Uyg'ur xonim-qizlarga yurgizayotgan majburiy tug'mas qildirishdek vahshiy qilmishlarning asosiy rol o'ynaganligini ifoda qildi. Ba'zi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, BDT kishilik huquq kengashining 51 navbatlik yig'inida Amerika bilan Angliya boshchiligidagi bir qism davlatlar tarafidan sunilgan BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'inida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi haqida alohida muzokara olib berish haqidagi taklif loyihasining 6 oktyabr kuni ovoz qo'yilish ehtimolligi kuchli ekan. Navbatda Yaponiyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim 6 oktyabr attiganda Yaponiyadan bevosita holda janvaga yetib bordi. Portugaliyadagi faoliyatlarini oxirlashtirib 3 oktyabr Malayziyadan faoliyatlarini boshlagan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris apandilar shu kuni Malayziya parlamentining bir bo'lik a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida ma'lumotlar berdi. Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan oz to'la ma'lumot bo'lsa-mu, lekin yetarli darajada tushunchaga ega bo'lmagan parlament a'zolari Xitoyning nima uchun Uyg'ur musulmonlarini jazo lageriga solab yo'qotmoqchi bo'layotganligi to'g'risida turli savollar so'ragan. Roshan Abbas xonim va Abdulhakim Idris apandilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqini tamoman xitoylashtirish yoki qirib yo'qotishdagi vahshiyona niyatlari, qilmishlari, g'oyalari to'g'risida tushunchalar berib, Malayziya hukumatining Uyg'urlar uchrayotgan bu zulmlarga aktiv inkosda bo'lishini talab qilgan. Malayziya parlament a'zolari Uyg'ur masalasini parlament kun tartibga keltirishga va'dalar bergan va televizorlarda naq maydon ziyoratlarini tarqitib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Malayziya xalqiga anglatgan. Roshan Abbas xonim va Abdulhakim Idris apandilar 3 oktyabr yana Malayziyadagi o'xshamagan sohalarga mansub parlament a'zolari bilan va yerlik tashkilotlar bilan keng doirada uchrashish olib borgan. Germaniya parlament a'zosi, parlament Tayvan ziyorat qilish vakillari o'migining boshlig'i Klaus Peter Welsh 3 oktyabr Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishib, Germaniyaning Xitoy ozodlik armiyasining Tayvan tahdidiga qarshi jasurlik bilan tik turganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya parlamenti Tayvan do'stlik guruhining boshlig'i Klaus Peter Welsh boshchiligidagi 6 kishilik partiya halqagan bir vakillar ziyorat o'miki Tayvanga yetib kelib, 3 oktyabr kuni prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan edi. Klaus Peter Welshning boshchiligidagi Germaniya parlament a'zolarining ziyarati Xitoyning qattiq noroziligiga uchragan bo'lsa-mu, biroq ular ziyoratni bekor qilishni rad qilib, 2 oktyabr kuni Tayvanga yetib kelgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining xabar qilishicha, Klaus Peter Welsh Tsai Ing-wen bilan ko'rishganda mundaq degan: "Agar Tayvan bu xil harbiy taktikaga duch kelsa, biz Tayvanga jasurlik bilan yordam qilamiz ham qo'llaymiz." Bu ziyorat Amerika Avam palata raisi Nancy Pelosining bu yozda Tayvanni ziyorat qilishdan keyin elib berilgan G'arb parlament vakillarining muhim ziyoratlarining biridir. Bu ziyorat Xitoy Rossiyani do'rab Tayvanga qurolli hujum qilamdi degan andish paydo qilgan. Biroq Amerika Xitoyni qattiq ogohlantirib, agar u Tayvanga hujum qilsa, Amerika armiyasining qurolliq aralashadiganligini bildirgan bir vaqtda elib berilgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining aytishicha, Klaus Peter Welsh yana Germaniya parlamentining Tayvanga bo'lgan qo'llashining har xil hujjat va suhbatlarda ifodalanayotganligini bildirgan. U Ukrainaning Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi erkinlik va demokratiya uchun urushayotganligi, Germaniya parlamenti Taybey bilan Berlin o'rtasidagi hamkorlik va almashtirishga, bo'libmi Tayvan bilan bo'lgan munosabatni olg'a surishga qimmat berdiganligini aytgan. Tsai Ing-wen bo'lsa Tayvan Beyjingning harbiy manevrini o'z ichiga olgan jiddiy tahdidlarga duch kelayotganligini bildirgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.